Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun juda ham oson tayyorlanadigan bir dona tuxumdan mazali tort tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun birinchi bo'lib idishimizga bir dona tuxum, 150 gramda shakar solib, yaxshilab venchi bilan aralashtiramiz. Agarda mikserlar bo'lsa, mikser qilsak ham bo'ladi. Endi esa iliq holatdagi 250 gramdagi sutimizni qo'shamiz. Yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi 50 gramda o'simlik yog'i qo'shamiz. Qoshiqlab o'lchaganimizda 4-5 osh qoshiqcha bo'ladi. Yana ham osonroq bo'lish uchun qoshiqlab o'lchab qo'shsak ham bo'ladi. Yana yaxshilab aralashtiramiz. Endi boshlanishiga 250 gram un qo'shamiz yoki uylarda piyola bo'lsa, paxtagulli piyolada boshlanishiga 1,5 piyola un qo'shasizlar. Endi esa 2 osh qoshiqda kakao, yarim pachka razrahli til va qo'limizning uchida soda solamiz. Ichimlik sodasi doimo soda bilan razrahli tilni birgalikda ishlatsak, juda ham chiroyli bo'lib ko'tarilib chiqadi. Yaxshilab yana bir qator aralashtiramiz. Ozgina xamirimiz suyuqroq ko'rindi. Yana undan qo'shamiz. Xamiringlarni suyuq-quyuqligiga qarab qo'shasizlar. Yana 100 gram un qo'shdim. Hammasi bo'lib menda 350 gram un ketdi. Ya'ni tarozda o'lchamasdan piyolada yoki idishda o'lchaganimizda 350 gram un ishlatishimiz kerak. Agar taroziga qo'ysak, juda ham og'ir kilogram bosadi, ya'ni ko'payib ketadi. Xamirimizni quyuq-suyuqligini ko'ryapsizlar, xuddi shunaqa me'yorda bo'lishi kerak. Paxtagul piyolada o'lchaganingizda unni 1,5 piyoladan ko'proq, 2 piyolaga yaqinroq un ishlatasizlar. Endi esa 180 gradusli duxovkamizni oldindan qizdirib qo'yamiz va 30-35 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qolipimning diametri 26 sm qolipda pishirdim. Endi shokoladimizni eritib olamiz. 100 ml da sut qo'shamiz va 100 gramda shokoladimizni maydalab olamiz. Olovga qo'yib yaxshilab eritib olamiz. Biskvitimiz ham pishib qoldi. Juda ham chiroyli bo'lib ko'tarilib chiqadi. Biskvitimizni pishganini shpashka yoki zupachiska yordamida bilamiz. Cho'pimiz quruq chiqsa, ichlari ham pishgan bo'ladi. Agarda cho'pimizda xamirlar aralashib chiqsa, yaxshi pishmagan bo'ladi. Yana duxovkaga qaytadan tezdagina solib pishirib olamiz. Shokoladimiz yaxshi sovigandan so'ng quyinglar, ya'ni quyuqlashganidan keyin quyinglar. Issiqligida quyib yubormanglar, suyuq bo'ladi. Yaxshilab shokoladlarni quyib olganimizdan so'ng muzlatgichimizga, muzxonasiga emas, pastiga qo'yamiz. Yarim soat davomida qo'yib qo'ysak bo'ladi. Albatta sizlar ham tayyorlab, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Oradan vaqt o'tganidan so'ng ko'rsatyapman. Juda ham vlajniy, og'zingizda qoladigan mazali tort bo'ladi. Videoyimni oxirigacha ko'rganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda retseptim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Kelgusi videolarimda yana ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.